Shu kichkinagina svecha ayollardagi kista, mioma, adenomyoz, endometrioz, polip kabi kasalliklarni oldini olishda yordam beradi. Ishonmayapsizmi? Mahsulotimizning ayollarga foydasi tegayotganligini haqiqatdan ishonch hosil qilmoqchi bo'lsangiz, YouTube, Instagram, Telegram tarmoqlari orqali bizni kuzatib borishingiz mumkin. Ginaflora 40 kunlik kompleks mahsulotimizni xarid qilganingizdan so'ng biz sizga UZD shifokori hamda ginekolog shifokorimiz qabuliga bepulga yo'llanma beramiz. Ginaflora ayollar salomatlik markazimizga bugungi kunda kista, mioma, adenomyoz, endometrioz, polip, eroziya va boshqa ginekologik muammolardan juda ko'plab ayollar murojaat qilishmoqda va biz ularga o'zimizni svechamiz bilan yordam berib kelmoqdamiz. Sizda ham shunday muammolar bor, lekin yechim topolmayotgan bo'lsangiz, biz sizga ushbu yechimni taqdim etmoqchimiz. Eng yaxshi taraf shundaki, bizning ayollar salomatlik markazimizda faqatgina ayol mutaxassislar faoliyat yuritishadi. Siz ushbu mutaxassislarga o'zingizni ginekologik barcha muammolaringizni aytishingiz va ulardan bepul tavsiyalar olishingiz mumkin. Unutmang, 40 kunlik kompleks mahsulotimizni xarid qilasiz va bundan tashqari biz sizga ginekolog hamda UZD shifokorimiz qabuliga bepul yo'llanmani taqdim etamiz. Hoziroq bizga murojaat qiling. Kista, mioma va boshqa ginekologik muammolar bilan yashamang. Bachadoningiz sizning ikkinchi yuragingizdir. Albatta uni kelib chiqish sabablarini o'rganamiz, kasallikni oldini olishda yordam beramiz. Buning uchun esa sizga bizning svechalarimiz asqotadi. Mioma, tuxumdon kistasi va boshqa ginekologik muammolardan qiynalib yashamang. Hoziroq bizning markazimizga murojaat qiling. Sizdagi ushbu muammolarning bizning ayol mutaxassislarimiz bilan bartaraf etishda yordam beramiz. Ginaflora ayollar markazi aynan ginekologik muammolarni vaqtida bartaraf etishda yordam beradigan mahsulotni ishlab chiqardi va siz tomon taqdim etdi. Siz aynan o'zingizdagi mana shu kasalliklarni vaqtida oldini olishga erishmoqchi bo'lsangiz, bizning markazimizga murojaat qiling.